ushbu kommentariyaga e'tibor beramiz. Aslida bu akamizga javob qaytarishimiz shart emas. Bizni bilgan bilardi qanaqa kompressor sotishimizni, 100% original Bitzer sotishimizni, 100% original olib kelishimizni hamma biladi o'zi aslida, lekin ma'lumot o'rnida va boshqalarga foydali bo'lishi uchun, как lifehack sifatida sizlarga Bitzerni qanaqa qilib original yoki podoriginalligini aniqlash mumkinligini hozir ko'rsatib o'taman. Hani bismillah, mana Bitzerimizni raspakovka qo'yamiz do'stlar. Do'stlar, mana original Bitzer qanaqa bo'lishini hozir men sizlarga real, konkretniy originalligini ajratadigan hozir yo'lini o'rgataman. Kelajakda nafaqat bizdan boshqa biror kishidan Bitzer sotib olayotganingizda original deydigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Bunga bitta telefon kerak bo'ladi. Telefonni olasiz, kamerani ochasiz mana. Ushbu kompressorni belidagi QR kodni skaner qilganingizda mana bu iPhone'larda shunaqa chiqadi yoki bo'lmasa boshqa yo'llari bor. Google orqali ham skaner qilsangiz, PIN kodi deymizmi, qanaqadir kozib raqami deyiladi-yu, shunaqa raqami bo'ladi. 190 710 80 18. Mana bu yerga o'yib yozib qo'ygan. 190 710 80 18. Mana o'yib yozib qo'yilgan. Kommentariyada takkilab negativ yozib o'tirayapman akajon. Men sizga aytdim, manzilimiz tayin. Telefon raqamimiz bor, do'konimiz 24/7 ochiq. Bemalol kelib bizga Bitzerimizni podoriginalligini isbotlab qo'ying aka. O'shanda gaplashamiz alohida. Profilimiz chatkasida lokatsiyamiz ham bor, lekin kamiga akamizga manzilimizni tushuntirib o'taman. Namangan shahar Lola Jahon bozoridan 1 kilometr pastroqda Namangan Andijon yo'nalishida shuna chap qo'lda keladi. Buyuk karavan do'kon aka, sizni kutib qolamiz.